Mana shu xurmoyni sug'orib beraman, har bir paqiriga bir donadan xurmo berasan. Necha paqirdir suv toshib xurmolarni sug'orib berdi, evaziga bir hovuch xurmolik bo'ldi. Haligi xurmoni olib kelib, haligi sahobiy, mana bu xurmolardan yeb oling, mana shu xurmolar bilan qoningizni to'ygizing dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi xurmolardan olib yerkanlar, shu xurmolarni borib ishlab qiynalib men uchun olib keldingmi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi. Ha, ey Allohning rasuli, nima uchun bu ishni qilding? Sizni yaxshi ko'rganligim sababli dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi xurmoni yerkanlar, ha, meni yaxshi ko'rasanmi? Nihoyatda yaxshi ko'raman ya Rasululloh. Agar dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi, meni yaxshi ko'radigan bo'lsang, qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga, faqirlikka, musibatlarga tayyor turgin. Chunki meni yaxshi ko'radigan bandalarga Alloh ko'p sinovlarni beradi. Meni yaxshi ko'rgan bandalarga Alloh shunaqangi faqirona, haqirona, oddiy sodda hayotni beradi. Boshiga musibatlar tushadi.